Меңиш va sağlamlıq. İnsan üçün ən yaxşı dora mengişdir. Hippokrat. Putlarım hərəkətləşə başlığında təfəkkürüm hərəkətə ötüdü. Henry David Thoreau. Mengiş yalğız tən sağlamlıq üçünlə emas, ruhi sağlamlıq üçünmü ən mühim tən hərəkətlərdən biridir. İlmi tədqiqatlarda hərəkətsizlikning diabet kesili, qalb tomir kasalliklari va xilma-xil rak kasalliklar qatorliqlarga sabab bo'ladigan eng xatarlik holatlardan biri ekanligi isbotlangan. Hatto harakatsizlikning xatiri shu darajadaki, harakatsiz hayot kechiradigan bir kishining o'z badaniga soladigan ziyni, kunda bir qop tamaki chekadigan bangining o'z badaniga soladigan ziyni bilan o'xshash deb qaraladi. Xo'sh, harakatsizlikning bunchalar og'ir xatiri bor ekan, undaqda harakat qilishning, mengishning foydasi qaysilar? Mengishning foydalari tuvandagilardan iborat. Qalb tomir kasalliklarining oldini oladi, rak kasalliklarining oldini oladi, qon aylanishni yaxshilaydi, nafas olishni tezlashtirdi. Hujayralarga qon va oksigenning eqishini oshirdi. Terini yaxshilab, go'zallashtirdi. Badandagi kaloriyaning sarf qilinishini oshirib, badanda yog' paydo bo'lishini azaytdi. Sog'lom oziqlanishni, o'riqlashni vujudga chiqardi. Badanning elastikligini, harakat qobiliyatini oshirdi. A'zolardagi tangpongsizlikni va moslashishchanlikni oshirdi. So'ngaklarni kuchlantirib, so'ngakning churiklashishining va ojizlashishining oldini oladi. Qondagi shakarni va insulin saviyasini tangponglashtirdi. Mengining xo'shallik hormonlarini ishlab chiqarishiga yordam berib, besimni yeniklatib, kayfiyatni yaxshilaydi. Tushkunlashishning oldini oladi, tushkunlikni tuvallatadi. Jinsiy iqtidorni oshirdi. Aqliy faoliyatlarni jonlantirdi, qon besimning tangponglashishiga yordam berdi. Qirishni astiltdi. Kaloriyangizni ko'ydirib, badan og'irligingizni tushirdi. Jahil xarakterlik kasalliklarga giribdor bo'lish xatirini tuvallatadi. Hazm qilishni yaxshilaydi, yengillik yaratish iqtidoringizni oshirishingizga yordam berdi. Bo'g'im og'riqini pasaytadi, immunit kuchini oshirdi, uzun umr ko'rishga yordam berdi. Bunchalar ko'p foydalarni hech qanday yemaklikdan yoki hech qanday doridan qo'lga keltirgil bo'lmaydi. Mengishning har bir foydasini bir tal doriga tangdash desak, yuqorqi foydalarning hammasiga erishish uchun kuniga 25 tal dori yeyishingiz kerak bo'ladi. Bilganingizdek, kunda 25 tal dori yeyish mumkin emas. Ham bundaq dori yeyish badanni tezlik kerakdan chiqardi. O'riqlash va badan og'irligini tushirish ko'ydagi kishilar shuni yaxshi bilishi lozimki, o'riqlash va badan og'irligini tushirishni nishonlagan har qanday o'riqlatish tipidagi yemaklik plani muntazam tanharakat va mengish bilan birlashmay turib muvaffaqiyat qozonolmaydi. Tanharakat yolg'iz kasalliklarning oldini olish uchun emas, mavjud kasalliklardan qutulish va yeniklatish jihatdan bak muhimdir. İlmiy tədqiqatlarda yuqori qon besimi kesili, diabet kesili qatorliq kasalliklarning muntazam harakat va chiniqish orqali yaxshilanishga qarab yuz tutadiganligi, bu xil bemorlarning doriga bo'lgan ehtiyojini azaytadiganligi aniqlangan. Kunda 10 ming qadam mengish sog'lom hayot uchun eng muhim tavsiyalardan biridir. Günümüzdeki aqlliq telefonlarning hammasida qadam sanash yumshoq detallarni qo'llang'ili bo'ladi. Bir quramga yetgan inson uchun tavsiya qilinadigan kundalik mengish miqdori 7500 qadamdir, ya'ni 6 kilometr atrofida. Kundalik mengish vaqti kamida 20 minutdan 30 minutgacha bo'lish, manganda asta surat bilan mengishning o'rniga jonliq, tez mengish tavsiya qilindi. Sağlamlıq tədqiqatçıları kunda 20 minut və 7500 qadam mengish tavsiyasiga rioya qilganda rak kasalliklari, yurak kasali, palashlik, semizlik, yuqori qon besim qatorliq kasalliklarga giribdor bo'lish xatiri tuvanchakka tushidi degan yakunni chiqargan. Sağlamlıq yusidan mangan chog'dagi yurak so'qish sur'atini 220 yosh bo'yicha o'lchash tavsiya qilindi.
Мәсәлән, 50 яшьтәге bir кешенең сагламлык өчен меңиш халатыдагы йөрәк соқышының тәвсия кылындыган частотасын хисаплаш өчен 220дан 50-ни элевтimiz. Нәтиҗәдә бу яшьтәге меңип аткан кешенең тәвсия кылынган йөрәк соқыш частотасы 170-дыр. 30 яшьтәге bir кешенең йөрәк соқыш частотасы болса 220дан 30-ны элевәткәнебездә 190-дыр. Hərəkətsizlik nurg'ulg'an kasalliklarning bosh jinoyatchisi ekanligi yillardan beri sog'lomlik mutaxassislari tarafidan tashviq qilinib keldi. Siz o'zingizning mengish, harakat qilish miqdoringizning tuvan yoki yo'q deyarlik bo'lganda, u yer bu yerlaringizning rahatsiz bo'ladiganligi ishtoyingizdan tortib uyqungizgacha, kayfiyatingizdan tortib ruhiy kayfiyatingizgacha siz xohlamaydigan shaklda sizni bearam qildiganligini his qilib baqqanmi? Aqlliq ajdodlarimiz sog'lom tanda sap aql deb nihoyatda to'g'ri aytgan ekan. Bir kunlik harakatsizlikning ziyni kuniga bir qap tamak chekkanning ziyni bilan barobar deb qaragan sog'lomlik mutaxassislarining bu ogohlantirishlarga jiddiy muomala qiling. O'rningizdan turing, harakat oyog'ingizni kiying va o'zingiz xohlagan tarafga mengishni boshlang. Doktorlar qattiq ogohlantirgan xatarli kasalliklarga yo'liqishdan burun har kuni planliq ravishda mengish orqali o'z badaningizni asrang. Tarjimada O'tkir Almas. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 17-sonidan elindi.